shu Ka'batullohni ham tavofi qiyomatning eng katta alomatlaridan bittasi to'xtaydi. Ya'ni Ka'ba buzilib ketadi qiyomatga yaqin. Sarvar koinot bir kuni ko'zlarini yumdilar va aytdilarki, oyog'i ingichka qora bir habash Ka'ba devorlarini bittalab buzayotganligini ko'rayotgandekman dedilar. E'tibor qiling. Ka'ba ham buzilib ketadi. Ilon iniga kirgani kabi iymon ham Madinada so'nadi deganlar. Ya'ni musulmon qolmaydi. Ka'ba buzilib ketadi. Ka'ba buzilgandan keyin nima bo'ladi? Bu Makkaga keluvchi odam bo'lmaydi. Makka shunday buyuk joyki, Makka buyuk shaharki, qiyomatga qadar talofat bo'lmaydi. Chunki harami amin. Lekin qiyomatga yaqin shunday bo'ladi. Ka'ba buziladi, oxirgi musulmon Madinada vafot topadi. Chunki islom Makkada tug'ildi, Madinaga bordi, Madinadan Makkaga yana qaytdi va butun olamga taraldi. Islomning yana so'nish nuqtasi ham Madina bo'ladi.